Salom hammaga. Siz ham sun'iy intellektga qiziqasizmi va bu haqidagi eng so'nggi yangiliklarni bilishni xohlaysizmi? Unda ushbu kanal aynan siz uchun. Like bosing va obuna bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Sizlar bilan bugungi YouTube darsligimizda hozirgi kundagi eng kuchli AI agentlaridan biri bo'lgan Lobel AI agent haqida gaplashamiz va ushbu videoda Lobelni butun bir uzun marketplace'ini klonni yaratamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz Google'ga Lobel deb qidirib beramiz. Lobel deb qidirib beramiz. Lobel Dev deb chiqadi. Shunga kira olamiz. Hop. Shunga kirib, ro'yxatdan o'tib, registratsiya qilib qo'ysalaring bo'ldi. Oddiy shu Google akkauntdan kiriladi. Hop. O'zimni shaxsan o'zim startapim bor. Shu startapimni Lobel yaratganman. Ko'rishlaring mumkin startapni. Lobel shuni butunlay Lobel yaratgan. Mana. Butun bir ilovani Lobel yaratganmiz. Ichida har xil murakkabliklari bor. Hammasini o'zi yaratib bergan. Lobel hozirgi kundagi eng kuchli AI agentlaridan biri. Hop. Bunday bo'lsa, birinchi o'rinda sizlarga o'zim noldan yangi projekt ochib beraman. Unda dashbordga qaytamiz. Hop. Lobel sun'iy intellekti 2024-yilda sun'iy intellektlar rivojlanishi bilan Lobel sun'iy intellekti sun'iy intellektlar orasiga kirib keldi. Birinchi o'rinda Lobel sun'iy intellektini asosan veb-saytlar qurish, ilovalar yaratishda ishlatilishdi. Hop. Lobel sun'iy intellektining asoschisi atigi 3 oyda $1 million ishlab topdi. Lobel sun'iy intellekti orqali. Hop. Bu Lobelda o'zini sun'iy intellekt tizimi bor. Tizimda hamma narsalar ichida bo'ladi. Ya'ni sizda API'laringiz, hamma narsasi o'zini ichida bo'ladi. Hop. Unday bo'lsa, ikkita projekt ochganman. Hop. Mana yangi projekt ochamiz sizlar bilan. Mana yangi ochishni ko'ryapsizlar. Yangi ochishni bosganim bilan mana bu yerda yozyapti. Hop, demak biz boshida uzun market qurmoqchi edik. Hop. Endi qanaqa quramiz? Birinchi o'rinda bizga prompt kerak. Hop, men ChatGPTga prompt yozdirib olamiz. Promptda masalan boshlaymiz. Birinchi o'rinda ChatGPTga rol beramiz. Har doimgidaqa. Tasavvur qil, sen dunyodagi eng kuchli AI mutaxassisi va full stack buildersan. Shu rolingdan foydalanib menga uzun marketning klon versiyasini
versiyasini 10 dan 10 darajada professional va mukammal yaratish uchun Google'ga prompt ber deb yozamiz. Hop, kutamiz. Shu yana prompt tayyorlanyapti. Nima qilamiz? Shu promptni shunday Lobelga beramiz. Ana uzun market qani? Ket. Уже mana reviewing UA architecture and design language process progress. Уже mana bizniki promptimizni o'zi o'qib, nimalar kerakligini o'zi bilib olmoqchi. Mana уже boshlandi. Setup designni quryapti. Core pages and components. Barcha kerakli joylarni quryapti. Hop. Biz endi uzun market emas, Nova market deb ataganmiz. Endi uzun market deganimizda nima bo'lardi? To'g'ri klon versiyasi, lekin baribir qaysidir ma'noda uzun marketni haq-huquqlarini buzgan bo'lib qolardik deb o'ylayman. Hop, uzun market versiyasi qurilyapti, уже ko'ryapsizlar. Birinchi o'rinda demak Global Google'dan Global deb qidiramiz. Globaldan ro'yxatdan o'tamiz. Agar videoni oxirigacha kuzatsalaring, videoni oxirida men sizlarga Globalda Pro versiyasini tayyor promo kodini beraman. Ya'ni bu promo kod ishlatib Globalda Pro versiyasini bemalol ola olasizlar. Bunda bemalol o'zlaring loyihalaringni, har xil startaplaringni ishlab chiqa olasizlar. Mana men Globalda shunaqa qilganmanki, hozir o'zi yashayapti. O'zimni startapimda Globaldan Telegramga collaboration qilganman. Baribir bu joylarni kesib tashlayman. Mana 3, 2. Xullas, mana shu meni Globalda yaratgan to'liq ishlaydigan startapim. Ko'rishlaring mumkin. Qaranglar, buni вообще grafika boshqa narsasi o'ta bomba darajada. Mana nima qilamiz? Bepul sinash. Masalan, bu o'zi sovg'ani boshqa odamlarga topib beradigan sun'iy intellekt qilib yasaganman. Masalan, yoshi 18 yoshda, jinsi erkak. Kimga endi munosabatni o'zingizdan do'stim. Qiziqishlari nima? Kitob o'qishga, sayohatga qiziqadi. Hop. Qanday munosabat bilan tug'ilgan kuniga beryapman. O'sha byudjetingiz qancha? Masalan, o'rtacha. Уже mana shu sun'iy intellekt bizga byudjetimga qarab turib sovg'a topib beryapti. Mana. Endi hali rasmlarni o'zgartirish kerak. Agar mana kirib ko'ramiz, masalan
Yandex.Marketda, Uzun-Marketda shu narsalar bor. Yandexga kiramiz. Mana уже elektronik kniga bizga shu sovg'ani topib berdi. Hop, bu degani nima degani? Uzumda ko'rsayam baribir shu sovg'ani topib berdi. Ya'ni nima demoqchiman? Buni to'g'ri hali API'larini ulamaganman, lekin to'liq ishlaydigan, integratsiyalangan, tayyor yasab berilgan. Hop, bo'lmasa mana Nova marketimiz уже mana ko'ryapsizlar, tayyorlanyapti. Hozir nima bo'lyapti? Bizda preview oynasi, ya'ni biz hozir yozgan kodlarimizni xuddi mana shu joyga to'rtburchak ichiga kirgizish kerak. Hop, bu joyda ana уже boshlandi. Getting ready bo'ldi. Уже kiryapti. Ketdi. Mana e-commerce API'si berdi bizga. To'g'ri hali unchalik kuchli emas, lekin buni hozir yanada kuchaytirsak bo'ladi. Hop, nima qilamiz? Filtrlar qo'shamiz. Mana globalda boshqa sun'iy intellektlardan eng yaxshi tomoni, eng zo'r tomoni globalda o'zi mana bu joylarda tayyor promptlari bo'ladi akalar. Shu promptlarni ishlatib bemalol masalan, add filters and sorting ni bossam, shunaqa chiqdi. Backend with else bu chiqadi. Ya'ni nima degani? Globalda shunaqa qobiliyati bor, u sizni bergan promptingizdan loyiha yasaydi. Bu loyihani o'zi kamchiliklari, kuchli tomonlari, hamma narsasini o'zi brainni ishlatib, thinking qilib, kamchiliklarini to'g'rilash uchun sizga mana bu joyda narsalar chiqarib beradi. Tayyor promptlar. Bossangiz tayyor prompt ishlataverasiz. Masalan, men filtr qo'sh deyapman. Bosamiz, filtr qo'shiladi. Keyingi hozir filtr qo'shganimizdan keyin sekin grafika dizaynni kuchaytir deymiz. Dizayn. Bo'lmasa bunday qilamiz akalar. Eng oson yo'li Zoomga kiramiz. Zoom.com, Zoom marketga kiramiz. Internet.com, biz ham internet.com quryapmiz endi. Hop. Shu mana bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda mana reklamalar chiqyapti. Kirishingizda reklama turar ekan. Shezor. Birinchi sezor mana search bor. Kart bor, ya'ni bosgan narsangiz shu Zoom marketga o'xshab bu yerga joylashadi. Profilimiz. Уже profilni ham yaratibdi. Normalniy. Insert into the search page, you can literally search page'da уже filtr qo'shildi deyapti. Mana filtrni ko'rishingiz mumkin. Search page'da filtr qo'shildi, o'zi qo'shib berdi. Endi nima qilamiz? Uzun marketga hozir kirganda уже biz nima qilamiz? Uzun marketda hozir dizaynini o'g'irlab, to'g'risi dizaynni klonlashtiramiz o'zimizga. Endi nima qilamiz? O'zim yozaman. Enhance. Ingliz tilini bilsalar yaxshi. Bo'lmasa o'zbekchada ham yozsa bo'ladi. Yozamiz. Bizning ilovamizni dizaynini yanada kuchaytir. Unga turli xil motion animatsiyalar qo'sh yoki boshqa narsalarni qo'llab
mukammal va professional darajaga keltir. Darajaga keltir. Nimani keltirsam? Sizlarni qo'llab dizaynni, dizayn va grafikni keltirib shu ket. Bu paytda uzun market nimaga unaqa bo'lyapti? Tushunmay qoldim. Mana keldi. Hozir mana ko'rdilaring, uzun marketga kirishingiz bilan sizda ham mana mana reklama. Bizda-na, bizda ham reklama. Uzun market. Da вообще zo'r. Nima qilamiz biz? Bizda nimaga ajratyapmiz? Bizda ham ranglarga ajratyapmiz. Qism. Qora. Mana dizayn sistem kuchaytirish. Dizayn sistem kuchaytirilyapti. Mo'shna animatsiyalar qo'shilyapti. Sahifalarni professional qilyapti. Mana haligini filtrda ko'rdilaring. Hop. Bitta qo'yilyapti. Endi sizlarga dizaynni bo'lgandan so'ng buni просто lowball'da o'zida ishlataverasizlar. Va buni qanaqadir versiyaga yoki boshqa renderga ulashishlarning keragi bo'lmaydi. Oldingi safar aytganimdek lowball'ni o'zida server mavjud. Nechta odam ishlab turganini, nimalarga ulanganini hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Xullas, lowball hamma narsani birlashtirilgan varianti. Shu mana kartlar ko'rinyapti mana. Payment methods. Hali bularni ham kuchaytirib chiqish kerak. Har bittasiga bittadan kredit ajratib qilinadi. Start shoppingni olsangiz o'sha mana shopga kirib ketyapti. Ya'ni o'z-o'zidan web searchlar. Sen shop debdi. Endi normal bo'laveradi. Chunki bu ham biladi uzun market borligini va uzun marketda hozir o'xshash narsa yasab qo'ysa, bu yaxshi bo'lmasligini biladi. Biz yana nima qilib kuchaytirsak bo'ladi? Bilolmaymiz. Elektronikalar qanday turar ekan? Shuni ko'ramiz. Mana. Hop, bunga o'xshataylikmi? O'zi yaxshimi? Menimcha o'zimizniki yaxshiroq turibdi. Bunga manaqa ranglarga ichiga o'zgartirishdan ko'ra deb o'ylayman. O'zi sal g'alatiroq qilib qo'yibdi uzun market. Menga to'g'risi ozgina yoqmadi. Dizaynlar qo'shilyapti. Mana ko'rishlar mumkin mana. Qo'shilyapti hozir. Bu ham qanaqadir odamga zavq beradi-da, odamni shu ilovada ushlab turishga yordam beradi. Mana shop degan joyini qaranglar. Har xil rangda o'ynayapti. Masalan, bosib ko'raylik. Kapga tushdi. Checkoutda turibdi. Hali bu yer ishlagani yo'q, chunki hali kuchaytirishimiz kerak. Shu vaqt ham qancha bo'ldi ekan? Vaqt ham ancha ko'p bo'lib qolibdi. Mayli, farqisi yo'q.
Mana уже bo'ldi. Mana bu yo'l muvaffaqiyatli faoliyat endi darajada kuchaytirildi mana. Уже ko'rishlaring mumkin. O'tishini ko'rasizlarmi? Вообще zo'r. Mana bu yoqdagi dizaynlar, mana tepaga chiqishi. Preview qilamiz. Уже previewda turibkan. Tayyor mana tab varianti bu. Telefon varianti ekan. Mana telefonda shunaqa ko'rinarkan. Bu planshet, mana telefon. Telefon variantini ko'ryapsizlar mana. Shu variantda bo'ladi. Xo'p, mana unisi yana o'sha o'zimizni kompyuter varianti. Mana yana add wishlist feature, press range filter, test filters to the end. Mana shu shuncha narsa turibdi. Xo'p, bo'lmasa akalar, video ancha cho'zilib ketdi. Ya'ni nima? Agar sizlar setaplaring bor, loyihalaringni ChatGPTga yozasizlar. Nima loyihalaring bo'lsa, shu loyihalaringni yozasizlar. Bo'lmasa loyihalaring bo'lmasa, o'zi birorta muammo bo'lsa ham, shu muammoga o'zi ChatGPTdan yechim so'rab turib, bu muammoni yechimini ilovaga yoki boshqa narsaga aylantirishdagi promptini so'raysiz ChatGPTdan. ChatGPT prompt beradi. Bu promptni globalga bemalol joylashtirib turib, globalga bemalol yozsalar ham bo'ladi. Mana. Hech qanaqa kod bilimlarisiz, umuman hech nimani bilmasdan shu ilovani yaratdingiz. Tushunasizmi? Hali endi ozgina ustida ishlash kerak. Aytganimdek mana. Tayyor promptlar shuni bitta-bitta berib chiqsalaring ham bir 20 tacha promptni bajarib bo'lgandan keyin ilovalaring shu uzun marketdan ham o'tib ketishi mumkin. Bo'lmasa bizni Telegram kanal, bizni Telegramimiz bor. AI Uzbekistan degan nomli Telegram kanal. Telegram kanal hali yangi. Shu Telegram kanalga globalni promo kodlarni o'zim tashlab qo'yaman. Bemalol kirib, ro'yxatdan o'tib, shu promo kodlarni ishlatib, sizlar ham tekinga ishlatsalar ham bo'ladi. Hozir menda nimaga unaqa bo'ldi? Sababi chunki globalda agar tekin shunchaki ro'yxatdan o'tib kirsangiz globalga, bu sizga kuniga 7 dona globalga prompt jo'natishingiz, ya'ni xabar jo'natishingiz mumkinligini beradi. Lekin Pro versiyasi bo'lsa 200 ta beradi. 200 ta to'xtamay jo'natsalar ham bo'ladi. Bu 200 taning ichida 3 ta 4 ta ilova yaratib olsalar ham bo'ladi. Men o'zim 2 ta yaratganman. O'zlaring ham baho berib o'tinglar kommentariyada ilovamga. Xo'p, bo'lmasa hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Free audio post production by alphonic.com